Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarida umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar. Bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon. Baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim guli rayhonim mehribonim. Tug'ilgan kuni ona jonim mehribonim. Tug'ilgan kuni sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram. Baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam, yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam. Qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim guli rayhonim mehribonim. Tug'ilgan kuni ona jonim mehribonim. Tug'ilgan kuni beg'uborim tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kunlar. Navbatdagi manzil qayerda? Nurobod zamini, Sazag'an mahallasi ajoyib dam olish maskaniga onajon yozuvlari bilan, daroshkalar bilan inshaalloh tashrif aylaganmiz. Bunaqasi hali bo'lmagan menimcha hech kimda. Albatta hozir bu maskanda kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz? Komila onajonimi bugungi tug'ilgan kunlari, tavallud ayyomlari bilan jondan aziz, yaxshi ko'radigan barcha aziz qizlari, o'g'illari, kelinlari hamda barcha nabiralar tomonidan xursand qilamiz. Albatta siz bilan. Mehri daryoyimiz qalbi
quyoshimiz Xudo sizni asrasin biz uchun onam mehri daryoyimiz qalbi quyoshimiz Xudo sizni asrasin biz uchun onam biz uchun onam Dingiz kengdir onam, qalbingiz ham ko'rasin. Siz shunchalar beg'uborsiz, qalbi daryo go'zal onam. Rahmat deymiz shu kunlarga yetganimizga onam. Siz shunchalar beg'uborsiz, qalbi daryo go'zal onam. Rahmat deymiz shu kunlarga yetganimizga onam. Boringizga shukr onam. Mehri daryoyimiz, qalbi quyoshimiz. Xudo sizni asrasin biz uchun onam. Mehri daryoyimiz. Xo'p. Xo'p. Bo'ldi menimcha. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar. Mana shunday bir go'zal bo'lgan toza tabiat havosi, ochiqqina tabiat va go'zal manzara. Inshaalloh mana shu fayzli go'zal nima deydi? Insonni hordig'ini chiqarish uchun juda bir nima deydi? Loyiq joy ekanda. Mana shu joyda bugun Komila onamizni tug'ilgan kunlari ekan. Ona, assalomu alaykum. Onam yaxshimisiz? Ona tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Yaqinlaringiz vaqtiga sog' bo'ling. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Sog' bo'ling. Rahmat. Ona chalaylik. Xo'p. Rahmat. Ona. Ona jonim zo'r siz Az zo'r bo'ling. Mana yoningizda qizingiz o'tiribdilar. Xo'p. Onajon. Bugun biz sizni tabriklab keldik-da. Sog' bo'ling. Rahmat. Bu insonlar borda, bizga murojaat qilgan insonlar bor, bizani chaqirgan insonlar borda. Kim deb o'ylaysiz? Kim deb o'ylayapti? Endi bilmadim, qizlarim bor, kelinlarim bor, o'g'aynilarim bor, endi uni bilmayman. Men ham hayron qoldim. Nima bu deb, ona? Nima bu, qanaqa narsa? Kim o'zi biladi deb, tekshirishdan keldimi deb. Xo'p. Ona. Tabriklab murojaat qilgan insonlar Hafiza opam, Feruza opam, Nargiza opamiz, Sohiba opamiz, Dilbar opamiz, Nigora opamiz va Baxtiyor akamiz va keliningiz Muborak opam. Kuyovlar, nabiralar nomidan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat onajon, rahmat. Boringizga shukr. Ona, shu qatorda farzandlaringiz aytdilarki, birinchi bo'lib mana shu so'z boshlashdan oldin bir insonni eslab o'ting. Bu inson Abbos akam, aniqrog'i otam, bobom.
Joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. Ruhlari shod bo'lsin. Otam ko'rmay kunlar onam ilohim siz ko'ring, Komila onasiz ko'ring. Yana Komila onam bilasiz mana farzandlaringiz aytdilarki, biz onamizni juda yaxshi ko'ramiz. Onamni juda yaxshi ko'ramiz. Onam dunyolardagi eng yaxshi ona. Eng yaxshisi. Qo'rqmasdan baralla aytamiz. To'g'risi. Kim bo'lsa shuni oldida qo'rqmay aytaman, meni onam eng zo'ri, meni onam eng yaxshisi. Nimaga? Chunki onam 7 ta farzandni katta qilganlar, 7 ta. Va ularning 6 tasi qiz. Va o'g'ildan ham ko'ra qizni katta qilish qiyin. Nimaga? Chunki qiz farzand injiq bo'ladi. Injiq bo'ladi. O'sha biza qanchalik injiqlik qilsak ham, biza qanchalik mana shu ayajonimni ko'ngillarini mabodo og'irtib qo'ygan bo'lsak ham farqi yo'q. Onam har doim bizani kechirib, bizga bir xil muomala qilib, hech qaysi birimizni san zo'r, san yo pastroq demasdan, hammamizni bir xil darajada ko'rib, bizga bir xil mehr berib, bizani onam katta qilganlar, o'stirganlar. Onam mana bunaqa tog'da bu. Endi to'g'ri, endi hozir mabodo sharoit zo'r bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytlardagi sharoit zo'r bo'lmagan. Lekin o'sha sharoitda ham onam bizani qornimizni to'q qilganlar, ustimizni but qilganlar, o'qitganlar, birovdan kam qilmaganlar-da. Ha, o'zlari balki kiymadilar, yemadilar, lekin biz uchun hamma narsa qilib berdilar mana shu onam. To'g'risi, har bittamizni to'yimizni qildilar. O'zi bo'lmaydi, bitta to'y qilish o'zi bo'ladi. Onam to'ylar qildilar. Hamma narsa, ko'rpacha deysizmi, boshqasi deysizmi, hammasini hal qilib berdilar. Onam haqiqatda eng yaxshi ona. Hozir ham mana biza farzandlarni qo'yib, nabiram deydilar, nabira qolsa evaram deydilar. Bo'lsa chevara begonasini ham deydilar. Farqi yo'q. Onam shunaqa ona bo'lganlarki, nafaqat o'zlarining 7 ta farzandlarini, balki qo'shnini bolalari kelsa, qo'shnini bolalarigacha qornini to'q qilib keyin ketkizardi onam. Bizani uyga kelgan rahmat. Rahmat. Bizani uyga kelgan mehmon qorni och ketmasdi. Bizani uyga kelgan odam qorni to'q ketardi. Chunki onam mehmon do'st, ko'nglida kiri yo'q edi onami. Onam ko'ngillari toza, qalblari pok. Birovga zarracha bir nima deydi, nafrati yoki yomonligi yo'q onajonimi. Onam har tomonlama nomer adin. Tamom, eng zo'ri onam biz uchun. Tamom, bo'ldi, onam zo'r. Assalomu. Hozir mana onam qarab turibman, qo'sha gullar taqdim etildi. Bilmadim nechta, lekin gullar juda ko'p taqdim etildi. Tortlar taqdim etildi. Albatta onam bari bu sizga bo'lgan yuksak, juda katta e'tibor namunasi. Onajon, boringizga shukr, har doim sog' salomat bo'ling. Inshaalloh onajon, eng yaxshi kunlaringizda, eng gullagan kezlaringizda onam hali ko'plarini ko'ring. Va biz ham ko'raylik. Mana shu yoningizda turgan albatta do'stlaringiz ham hozir sizga shunday qarab, balki havaslari kelyapti. Albatta ona bu boshqacha qarang. Tog'da bu. Tog'ga bizani shunday o'zimiz ham chaqirmasdan sahnalar bilan chaqirib, ona sizga qizil yo'lakchalar qilib, bu prezidentlarga bu bo'ladi bunaqa yo'laklar. Onasi qaysi prezidentdan kamingiz bu? To'g'rimi? Har bitta xonadon dargohna asl prezidenti bu ota-ona bo'ladi. Hozir otam yo'q bo'lsalar, hozsizda. To'g'rimi? Qaysi oilangiz bir. Chunki hozir ona qarangda, har bitta bolangiz uyda to'y bo'lsa, sizsiz o'tmaydi. Tug'ilgan kun bo'lsa, sizsiz o'tmaydi. To'g'rimi ona? Boringizga shukr. Sog' salomat bo'ling. Endi ona hozir sizga bitta chiroyli satrlar o'qib beraman. Shu bolalaringiz nomidan bo'ladi. Ko'payishing, ona ko'payishing. Umringiz uzoq bo'lsin. Onajonim, mehribonim. Biz uchun. O'tinglar sizlarim, ha, nexta. Aytaman, siz uchun aytaman. Ona. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men.
Lekin ular bilmaydilar, hali hamon g'urman men. Yonimdagi jannatimni ko'rolmagan ko'rman men. Chin manzilim yonimda-yu, uzoqlarni ko'zlabman. Yonginangizda yuribman onajonim. Qarayotganingizni sezmabman. Dunyoga keltiribsiz, oq yuboq tarafsiz, umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsiz. Tong sahar kuzatibsiz, kun bo'yi yo'l poylabsiz. Men-chi o'ylab kulibman, zerikmabman, bezmabman. Yonginangizda yuribman onajonim. Qarayotganingizni sezmabman. Sal yo'talsam darmon qilib ko'rpachaga o'rardingiz. Hol ahvolim so'rab tinmay parvonalar bo'lardingiz. Qosh ko'zlarim lat yesagar uzoqdan ham ko'rardingiz. Necha yilki oyoqlaringiz zir qaqshar ekan bilmabman. Yonginangizda yuribman onajonim. Qarayotganingizni sezmabman. Oy o'tarkan, yil o'tarkan, tong otib kun botarkan, ona izor farzand nima desa, shuni yutarkan. Qaraganda non ham osh qozonga botarkan, yumshoq nonni qaymoq bilan choyga qo'shib onajonim sizga bermabman. Yonginangizda yuribman onajonim essiz. Yil o'tib, umr o'tib, qarayotganingizni sezmabman. Ona bu achchiq haqiqatda bu. Onam, siz hozir onamni ko'rib bir tomondan xursand bo'ldim. Onam Allohning irodasi bilan mana hozir men Amerikadan kelganman. Menga boshqacha nima deydi? Переводchi kerak dedingiz, hazilomuz ravishda. Albatta ona, men tan berdim sizga mana shu qariligi onam siz tan olyapsiz-da. Onajonim, mayli, ona mayli qaring, lekin chiroyli qaring, go'zal qaring ona. Erta yuzga kirganda ham mana shunday onajon oyoqlaringizga ishonib turing. Mana bu quloqlar ham ona eshitadi, faqat bizlar aldaysiz-da. Erkalik qilasiz ona. Ona albatta sog' bo'ling, umringiz sog' bo'lsin. Ko'p yashang. Endi mana tog'iga ona siz tabriklash uchun mana shuncha odam kelgan, oramizda gapiradiganlar bo'lsa kerak-a? Kim gapiradi? Qarindosh og'aynilar. Ana bugun hamla oyim, mening chaynim. 18 yoshga to'ldi. Ana bu seningga uzoq umr, sihat, salomatlik deyman. Bolalarning huzurini ko'rsin. O'zi yaxshi yashaysin bundan keyin. Alloh uning qizlarining nebara-chevaralarining huzurini ko'rib, Alloh bu hamlagan shu nebara-chevaralar xizmat qilsin. Onajonim degan she'r. Ayting ona. Onajonim yuzlaringizda oyning havaslari bor. Onajonim ko'zlaringizda kunning havaslari bor edi. Onajonim siz bilan jahon. Jasur. O'sha kunda iforliydi. Mening aytganim bu, eng yaxshi ko'rgansingni, Kamila, Jamila, Xonmuza degan akam bor edi. U kishi uning ruhlari shod bo'lsin hamisha. Sog' salomat bo'lsin hamma og'ayni jamoatlar. Hammaga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Hammaning ishiga omad, topganlariga barakat tilayman. Shu bilan endi so'zimni tamom qilaman. Hammaga uzoq umr tilayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Chiroyli qarsak bo'lsin. Ishlayapman o'zi. Assalomu alaykum hurmatli og'aynilar, qarindoshlar, men To'brakda o'tirgan hamqishloqlar, mehmonlar. Bugun biz ham ammamizning yubileyida o'tiribmiz. 68 yoshingiz muborak bo'lsin. Bu kishining yoshligini eslasak, qilgan ishlari farzandlariga, og'aynilariga
hamma qavmi qarindoshlarga juda ko'p hissasi qo'shgan bu kishining hissasi qo'shilgan. Hammamizga ro'zg'orimizga yordam bergan, bizlar opa singil bo'lib bir oila bo'lib yashadik bu kishi bilan. Men bu kishiga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, farzandlar rohatini ko'rsin deyman. Tog' orasi yashil qishloq, mangu bahor sazag'an. Do'stlar uchun qalbi buloq, mehri anhor sazag'an. Borganmisiz bahor payti, sabzalarni o'rganda, qir betida qizlar yalpiz terib suhbat qilganda. Boqqanmisiz misli gulxan tog'larning lolasiga, oqqanmisiz yayratib tan ungul shalolasiga. Tog' arasi yashil qishloq, mangu bahor sazag'an. Do'stlar uchun qalbi buloq, mehri anhor sazag'an. Shu sazag'animizga yarashakla ona bo'ldi. Bundan buyoqayam hatto shunday katta ona, buvi bo'lib, hammamizga bosh qosh bo'lib yashayabilsin. Baxtiyordan farzandlarning rohatini ko'rsin. Hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Singiljonim, Xudoyo yuzlarga kirib, eson-omon bolalarning baxti kamolini ko'rib yur. Xudoyo baxtimizga sog'-salomat bo'l. Hammamiz eson-omon bu yilgi tug'ilgan kunlaringda ham eson-omon sog'-salomat yuraylik. Sizga rahmat. Assalomu alaykum. Men lekin gapirishni bilmayman, bitta she'r aytib bermoqchiman. Kimdir savol berdi, aytgil Muhammad. Yolg'iz sen rasulsan butkul olamga, kimga ko'p yaxshilik aylay o'zing ayt, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi, tingla birodar. Gapimni 3 pora quloqqa ilgil, imkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga yaxshilik qilgil. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Rostdan ona erur qiblai olam, garchi barchamiz ham padarmiz biroq, onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Inajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Gapiradiganlar bo'lsa, yuragida o'ti bo'lsa gapiraveringlar. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q, so'zim emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim. Ey ulug' inson, sen yaratding meni, rahmat onajon. Hadya etding menga yorug' dunyoni, yaratding qalbingdan bag'ishlading joy. Shukr qilay dunyoda onam boriga. Onajon, men uchun chekmading ne zahmatlar. Aslida insonni yaratgan ona, zamonga murabbiy, zamonga jonsan. Qaniydi tabiat qo'lidan kelsa, umrbod etolsa sening umringni, rozi edim onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa mening umrimni. Oralanib qolmish sochlaringda oq, ol mening sochlarim qoralarini. Tishlaring tushibdi, xo'rsinma biroq, ol mening tishlarim saralarini. Xiralanib qolmish ko'zlaringda nur, ko'zlarim nurini olgin onajon. Aslida dunyoni yaratgan onam, zamonga murabbiy, zamonga jonsan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men shuncha bizni hurmat qilib, inamni hurmat qilib, shuncha uzoqlardan yo'l yurib kelibsizlar, sizlarga ham rahmat. Har bir istagimning chorasini topgan, menga bosh otganga jonini otgan. Tutsam yurakda miltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Tinmagan didorim, shoq jonimga madorim, yozli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ammajon, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kirib yuring.
O'zingizdan o'rgangan bir ozroqgina she'rim bor edi ekan. Bolam yo'ling poylab keldim, ko'zlarim nigor bo'ldi. Zarragina mehring tilab, ko'nglim umidvor bo'ldi. Qayg'uyingda ayt, kim do'sti yor bo'ldi. Zarragina mehring tilab, ko'nglim umidvor bo'ldi. Meni eslab kelmasang ham sen ortimda qol bolam. Amajon Assalomu alaykum, hurmatli og'aynilar. Hammalaringizga rahmat. Inajon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. Yuzlarga kelib, to'ylarimizning boshida turing. Nasib bo'lsa hoji onalar bo'ling. Otam ko'rmagan yoshlarni to'y hashamlarni ko'rib bering. Oh, mening ortimdan avvora onam. Bir parcha yuragi ming pora onam, har baloni ko'rib yorug' dunyoda, bir bora Toshkentni ko'rmagan onam. Farzand bo'lib bir bor boshlab bordimmi? Endi men ham senga farzand bo'ldimmi? Garchi bu soatingda bayramsiz yo'q. Bilaman kutasan sandal to'lachoq, menda yurak deganlarning asli o'zi yo'q. Men sovg'a bermagan qiz yo'q bu oqshom. Senga na gul keltirdim, na shirin kalom. Endi men ham senga farzandmanmi ayt. Nomingga she'r yozdim, u seni topsin. Poyingga tuz cheksin, qo'lingdan o'psin. Undan da ulug'im borligim bilsin. Har doim sog' bo'ling onajon. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim, xolajonim. Sizni bugungi ulug' ayyomingiz, tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik tilayman. Hamisha nabiralaringiz, bolalaringizning huzur halovatini ko'rib yuring, xolajon. Oy yuzli desam seni, oyning ham dog'i borday, ko'rkamlikda jamoling oftobdan beg'uborday. Tabiating hamisha kulib tursin bahorday, umringning ko'z o'qishi yo'qligi barqarorday. Tunda o'ylasam seni, kunda o'ylasam seni, ko'z o'ngimda tiniq osmon yaralmish. Sen paydo bo'lgan bog'da zog' bo'lmas, xazon bo'lmas, bulbullar navosida dard bo'lmas, nolon bo'lmas. Oshiq holi tang bo'lib, ko'ksida armon bo'lmas. Gulshirindek sarg'ayib, rang ro'yi samon bo'lmas. Chilla chog'i qishda ham, bir o'ng emas tushda ham, bosgan izlaringdan bo'ston yaralmish. Oshiqlar o'z holini yozmishlar doston bilan, har tomchi har bandini ko'z yoshiga qon bilan. O'tmasin bu olamda hech kishi armon bilan, hamdard bo'lmasin dono turganda nodon bilan. Chamanli bog'li ilda, sunmas chiroqli ilda, bulbullarga munosib oshyon yaralmish. Tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan, baxtimizga sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum, hurmatli o'g'aynilarim, farzandlarim, nevaralarim, chevaralarim, qidog'i antalarim. Bugun mana mening tug'ilgan kunim ekan, shuni yo'qlab, izlab kelganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Men endi uncha ko'p gap bilmayman-da, mana shu televideniya, shu o'g'illarimga ham, qizlarimga ham Xudojonim omadlarini bersin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Men endi bittagina she'r aytib bermoqchiman. Ayting, ayting. Uncha ko'pmasga ozroqgina. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga ato bir tayoq tushsin. Iymoni sof yuzga kirsin yorug' yuz, to'ylar qilsin, yelkasidan tog' tushsin.
Vazifasiga so'nggi safar oldidan o'z bolasini qo'lidan to'proq tutsin. Hamma bolalarimga, sherdagi o'g'aynilarimga, ham qishloqlarimga, hammasiga uzoq umr tilayman. Ularning hammasini Xudojonim o'zi omadli, barakali umrlari uzoq bo'lsin. Shu qishqib hammasi sog' bo'lsin. Sizlarga ham sog'lik, ishlaringizda omad, topganlaringizga baraka tilayman. Rahmat. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum. Sherda turgan hamma ham qishloqlar, og'aynilar. Mana bugun Kamila yanganing tug'ilgan kuni ekan. Bugun og'aynilar nomidan, farzandlar nomidan tabriklaymiz. Bolalariga bosh bo'lsin, nevaralari hamma sog' salomat bo'lsin, uzoq umr tilaymiz. Rahmat. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q so'zim emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim, ey ulug' inson. Tabriklaymiz. Vaqtimizga hamisha sog' bo'ling. Onajon, rahmat, bravo, shunchaki ta'rifga tilojiz. Bu hamma bolalaringiz qarib shoirlikdan bir parcha o'qib berdilar. Shoirlikdan nima talant bor ekan va o'sha talant kimdan o'tgan ekan desam, onamdan o'tgan ekan. Albatta onajon, sog' salomat bo'ling, zo'r bo'ldi, zo'r o'tyapti. Ona endi yaxshi kunda chiroyli qilib rasmga olamiz. Fotosessiya. Keyin o'yin kulgu qilamiz, maylimi? Hozir navbat rasmga.
Nevrelerini gülden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Nevrelerini gülden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Çay içip bir de nasıl seyret Çay içip bir de nasıl seyret Kıldıran zurden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Ahe 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 Yüreğimin bülbülü toyxona Şirin sübet askiyega boyxona Yüreğimin bülbülü toyxona Şirin sübet askiyega boyxona Dilsirede bir çıkmış bahane Dilsirede bir çıkmış bahane Davralarını gülden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Davralarını gülden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Bezimlerini zurden yobagi Devreleri gülden yobagi Bezimleri zurden yobagi Hemin bilir babalarım Candan aziz bir kesi var Her obada her ocakta Büyüklerin nefesi var Hemin bilir babalarım Candan aziz bir kesi var Her obada her ocakta Büyüklerin nefesi var Bu mahrimize mesleği Sözümüzün esası var Bir bakın bu güzelliğe Kimin belenenesi var Bir bakın bu güzelliğe Kimin belenenesi var 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 Jak bezary tu Dilusią Jak bezary tu Jak bezary tu